Bu yerda почти $1 million yaqin bor ekanda puli. Почти. Ha, tushunadim. Bitta odamniki bu. Albatta bir kishi. Mana hozir aytdingiz $100 ming qo'ydi vos, $4 ming qo'ydi vos. Bu yerda o'zi nechta qo'y bor? 8 sotikli joy. Bu yerda 100 tadan oshiq qo'y bor. Endi 100 tadan oshiq qo'yingizni o'rtacha narxi qancha bo'ladi? Soliqlarimiz narxi $1000, $2000, $3000, $4000 o'rtacha narxi. Qo'chqorlarning narxi mana bitta qo'chqorim 100 mingga sotilmagan, uni bolalari 10 mingga sotilmayotganlari bor, 20 mingga Qo'chqorlar qimmatroq ekanda. Qo'chqorlarni endi to'rt oyda ajragandan keyin qo'chqorlarni sotib yuboramiz. Chunki naslchilik yo'nalishida bitta yoki ikkita qo'chqor bilan ishlanadi. Hamma qo'chqorni ham o'sha hamma soliqqa qo'yib bo'lmaydi. Bitta zo'r qo'chqor olib qolasiz. O'sha qo'chqorni 50 ta soliqgacha qo'ysangiz bo'ladi bir sezon. Hozir bu yerda почти $1 million yaqin bor ekanda puli. Почти. Tushunadim. Bitta odamniki bu. Albatta bir kishi. Agar zoddor qo'y boqaman desangiz, men tushunishim bo'yicha birinchi ota-onasi